Batinda aksiya. Okay, bilyapsiz-ku, o'zi aksiyaga oyoq kiyimlarni eng aktual zo'rlarini tanlab qo'yamiz. Hozirgi sovuq havoda maza qilib keladigan oyoq kiyim. Podoshvalarning qalinligini ko'ryapsizmi? Bundan suv ham, zax ham umuman o'tmaydi. Ustini ko'rayotgan bo'lsangiz, koja bilan zamishdan chiroyli qilib kombinatsiya qilingan. Narxi bo'lsa aksiyada atiga 119.900. Ko'chani sovuq havosini siz ham sezdingizmi? Bunaqa salqinda eng kerakligi mana shu ветровkalarda. Universal casual stildagi ветровkalar va skromniy o'rta qalin plashovkadan tikilgan pol-klassika ветровkalari aksiyada atiga 129.900. Bu ветровkalarni yomg'irli havolarda bemalol kiyurasiz. Materiallarni qarang, qalingina va sifatli plashovkadan. Kapshonlari ham bor, ko'rib turganingizdek. Eng qizig'ini aytaymi, qo'ldagi manjetlarni qarang, akkuratni qilib tikilgan. Juda ham udobli. Kuzgi issiq shimlardan hali olishga ulgurmadingizmi? Unda bu sezonniy shimlarni bitta ko'ring. Materiallari qalingina, pastki qismi ham zaujniy qilib ishlangan. Strichlari ham bor. Maza qilib kiyasiz lekin. Narxini eshiting, narxini. Aksiyada atiga 89.900. Okay, skromniy, однотонный sviter topish qiyin bo'layotgan bir paytda biz aksiyaga qo'yib yubordik. Aynan shunaqasini qidirgandingiz va materiallari ham yumshoq to'qilgan. Siz uchun ikki xil varianti bor. Bitta sviter, bitta pol vodolaska. Narxi ham aksiyada atiga 69.900. Bu aksiyamiz 4-oktyabrdan 7-oktyabrgacha Batinning barcha filiallarida bo'lib o'tadi. Batin, kelamiz.